Bu qurol uchirilganda vaqt go'yo to'xtab qolgandek bo'ladi. Qarshi tomonda qaror qabul qilinishi kerak bo'lgan lahza keladi, lekin aynan o'sha lahzada aql ham, buyruq ham, ishonch ham jim bo'lib qoladi. Osmon tinch, shovqin yo'q, portlash yo'q, lekin ichkarida nimadir sinadi. Bu oddiy qurol emas, bu fikrlash tezligini yengadigan kuchdir. Harbiylar yillar davomida tezlikni ustunlik deb bilishgan. Kim tezroq ko'rsa, tezroq uradi, tezroq yutadi degan tushuncha hukmron bo'lgan. Ammo bu qurol sahnaga chiqqanida tezlikning ozi yetarli bo'lmay qoladi. Chunki bu texnologiya qarshi tomonga hatto nimaga javob berishini ham anglashga vaqt qoldirmaydi. Signal keladi, tizimlar uyg'onadi, lekin inson ongida bo'shliq paydo bo'ladi. Bu qurol uchirilgan ondan boshlab qarshi tomondagi barcha rejalar qiymatini yo'qotadi. Oldindan tayyorlangan ssenariylar ishlamaydi. Chunki bu zarba klassik yo'nalishdan kelmaydi. U kutilgan balandlikdan ham, tanish trayektoriyadan ham foydalanmaydi. U ko'rinmaydi, eshitilmaydi, lekin natijasi darhol seziladi. Eng xavflisi shundaki, bu qurol faqat temir va yoqilgidan iborat emas. Uning yuragi axborotdan, hisob-kitobdan va sun'iy ongga o'xshash tizimlardan tashkil topgan. U qarshi tomondagi har bir harakatni oldindan sezgandek javob beradi. Shu sababli qaror qabul qiluvchi odam o'zini kechikib qolgandek his qiladi. U hali buyruq berishga ulgurmadi, ammo vaziyat allaqachon o'zgargan bo'ladi. Bu texnologiya paydo bo'lishi bilan urush maydoni ham o'zgaradi. Endi ustunlik katta portlashlarda emas, balki jimlikda yashirinadi. Eng kuchli zarba baqirmaydi, u faqat natija qoldiradi. Qarshi tomonda esa savollar ko'payadi. Bu nimadan urdi, qayerdan keldi, yana qaytariladimi degan savollar javobsiz qoladi. Tasavvur qiling, markazda mutaxassislar o'tiribdi. Ekranlar yonib ochadi, ma'lumotlar oqimi tezlashadi. Bir lahza oldin hammasi nazorat ostida edi. Endi esa hech kim aniq gapira olmaydi. Chunki bu qurol an'anaviy himoya tushunchalarini chetlab o'tadi. U bilan kurashish uchun eski tajriba yetarli emas. Bu yerda eng katta zarba texnikaga emas, ishonchga beriladi. Qarshi tomon o'z tizimlariga ishonmay qo'yadi.
Agar bugun shu bo'ldi, ertaga yana nima bo'ladi degan shubha paydo bo'ladi. Aynan shu shubha eng katta qurolga aylanadi. Chunki urush faqat maydonda emas, onda ham kechadi. Bu qurol uchirilganda qarshi tomon qaror qabul qila olmaydi degan gap tasodifiy emas. Chunki qaror qabul qilish uchun vaqt, aniqlik va ishonch kerak. Bu texnologiya esa shu uchalasini bir zumda yo'q qiladi. Natijada eng kuchli armiyalar ham o'zini himoyasiz his qila boshlaydi. Odamlar ko'pincha qurolni portlash bilan o'lchaydi. Qanchalik baland ovoz, shunchalik kuchli zarba degan tushuncha bor. Ammo bu yerda hammasi teskarisi. Qanchalik jim bo'lsa, shunchalik xavfli. Chunki jimlik ichida nima bo'layotganini hech kim aniq bilmaydi. Bu qurolning yana bir jihati bor. U faqat bitta maqsadni emas, butun tizimni falash qiladi. Aloqa uziladi, qaror zanjiri parchalanadi, buyruq va ijro o'rtasidagi bog'liqlik yo'qoladi. Bu esa qarshi tomonni ichidan yemiradi. Tashqaridan zarba kichik ko'rinsa ham, ichkaridagi ta'siri ulkan bo'ladi. Shu sababli harbiy mutaxassislar bu texnologiyani ko'rib sukut saqlaydi. Chunki ba'zi narsalar haqida gapirish ham qiyin. Ular tushunadiki, bu faqat yangi qurol emas, bu yangi davrning boshlanishi. Davrki, unda kuch bilan birga aql ham, tezlik bilan birga oldindan sezish ham hal qiluvchi rol o'ynaydi.